Iltimos bugun uyingizdan tashqariga chiqmang, chunki insonlar yashil tusga kirib, kannibalizm orqali insonlarning go'shi bilan oziqlanadigan darajaga keldi. Insonlar quturganidan ko'pchiligi hatto ularga tashna bo'lib o'z jonlariga qasd qilishdi. Boshqa iloj qolmaganidan albatta. Iltimos uyingizdan tashqariga chiqmang, ogoh bo'ling. Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Venus va yangi videomizga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda albatta Fenok men nima kutdi, men ismimni nimaga aytyapsan? Venus tomon ketganman? Yo'q, unchalik emas. Tashqarida zombilar yuribdi, qanaqadir narsalarni olib tashlaman. Tirik qolganlar o'zi shundoq ham juda ham kam. Mana bu ratsiyani topib olgandim, senga beraman. Va ertalabga zavtrak. Ovqatimiz juda ham kam, shuning uchun yeb ol. Hozircha shart emas. Nima, senga men ovqat olib kelsam, sen uni ignor qo'ysanmi? Yo'q, xavotir olma, albattaki, mana axir ovqat bizga juda ham kerak. Bugun albatta tirik qolganlarni ko'rib chiqishimiz kerak. Agar tirik qolganlar bo'ladigan bo'lsa, bu bizni olmaydimiz, Vince. To'g'ri aytasan. Bo'lmasa do'stlar, biz sizlarga tushuntirishim bo'yicha zombi apokalipsisdamiz. Juda ham yomon zombilar ko'payib ketgan tashqarida. Videoni tez ola qol. Bugun juda ham ko'p ish qilishimiz kerak. Jonathan, bu yerda zombilar ko'paygan. Qaytib kirish kerak. Yuraging yorilib ketdi, Fenok. Unchalik emas, lekin mayli. Menga o'qing teyapti, jinni. Uzr, Venus, uzr. Bugun hozir boramiz. Ana u yerda yo'lni boshida men magazin ko'rgandim, do'kon. O'sha yerga borishimiz kerak. Nega ularni o'ldirib chiqosan? Albatta ular bizga zararli. Unchalik uzoqdan hid bilmasalar ham ovozga juda ham tez kelishadi. Bu ahmoqlarni yo'q qilish kerak. To'g'ri aytasan. Nursin, yo'q. Bunaqa ko'pligidan hozir ancha-muncha qiynalib qolaman. Xavotir olma, sen-chi, yoningda men borman-ku, qanaqa Fenok bor-ku, Fenok hammasini yoradi. Xavotir olma. Dahshat. Tak bo'lmasa bularni ham otib tashlaymiz. Drabashni kuchi bu do'stlar, tak. Sizlar albatta videoga like bosib qo'yinglar, chunki bugun ko'rib turibsizlar, zombi apokalipsisda juda ham qiyin damlar va jonlarsa mana bu chalasini yurib kelishini qara, yashil tushga kirgan ahmoqlar. Ularni bilasanmi, nimaga o'xshataman? Nimaga? Ana bu Marvel filmidagi Hulk bor-ku, bularni mutant ham bormikin, qanaqadir kattaroq kachogi. Balki bo'lishi mumkin, lekin bo'lmagani bizga ancha yaxshiroq. To'g'ri aytasan, Venus, sen juda ham aqllisan, sen aytsam. Men aniq to'g'ri aytyapman. Rahmat maqtovlar uchun, lekin hozir unaqa vaziyatda emasman. Mayli qo'ying. Hozir mana bu yerdagi do'konga kirib, bizga kerakli bo'lgan narsalarni olib chiqishimiz kerak. Okey. Albatta olib chiqamiz. Bular o'zi qancha ekan-chi, do'stlar? Shunchalik ko'pmi? Mana bu yerda ham bor ekan. To'xta, do'konni orqasida ham bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'lgin. Xo'p. Junursi mana bularning ko'pligini-chi? Yo'q. Xavotir olma sen-chi, xavotir olma sen. Tak, ichkari bombosh. Qani bu yoqqa kirchi, Venus. Venus, chiqira qolsang-chi. Mana bu sigaretni olib ol, senga kerak bo'ladi. Sigaret, Junurson, do'stlar, albatta hayotda chekish zarar, shuning uchun chekmanglar. Tak. Nimadan aql o'rgatyapsizlar o'zingcha, yana chekib turib, mayli qo'ya, axir biz zombi apokalipsisdamiz, hozir siqilishni aynan ma'murada senga aytsam, mana buni ichib olaman. Men senga hamburger bersam-u, sen yuzlab yillab turadigan konservani bittada yeb yuborasan. Ahmoqsan, Vince. To'g'ri, lekin bu gapi uchun albatta to'g'ri qo'ya, lekin ahmoqlik qilganim aniq. Bu yerda pullar ham qolmagan ekan, do'stlar. Pullar hozir umuman muhim emas. Bu yerda ratsiya ham bor ekan, qara. Shu odam kim bu ish qilib? Bu birinchisi bu yoqqa kelishim. Ajoyib. Nima deb o'ylaysan, Fenok? Agar tirik qolganlar bo'lsa, ular bilan qanaqadir joyga kattaroq baza qurarmidik deyman-da. Yo'q, bu yerdan tezroq qochib ketish kerak. Eng yaxshi usul shu. Hozir albatta ana u yerdagi domga kirishimiz kerak. Sen biladigan dom bor-ku. O'sha yerda bir qiz yashardi edi, esingda bo'lsa. To'g'ri aytasan. O'sha domni tekshirib kerak, balki agar qiz bo'lsa yomon demasdim. Ahmoqmisan, biz odamlarni qutqarmoqchimiz. Endi aytaman-da, Vince, qani
Men mana bu yerlarni tinchitib olishim kerak. Okey. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, bizada shunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Ya'ni zombi apokalipsisdamiz, hozir juda ham qiyin. Ishqilib bu yoqda odam bormikan? Menimcha yo'q o'xshaydi, Jennerson. Yo'q, bu yerda yo'q. Bak, bu yoqda jihozda turibdi. Men bunday ba'zi buyumlarni o'zimizdan ba'ziga olib ketsak bo'lar ekan-a? To'g'ri aytasan, qandaydir yerda yotish somonning ustida juda ham qiyin bo'lib ketdi. Ha, to'g'ri aytasan, juda ham qattiq senga aytsam. Xuddi shunday, shuning uchun ham hozir qiynalyapman, to'g'risini aytsam. Hech balo yo'q ekan, Jennerson, qanaqasiga bu? Endi nima deysan, endi albatta hamma narsasini yig'ishtirib ketganda, balki ularni evakuatsiya qilishgandir. Nima evakuatsiya? Evakuatsiya. Nima degani u evakuatsiya? Evakuatsiya degan Jennerson. Evakuatsiya. Bu Jennerson, mana tilim kelishmas ekan bu gapga, nima ham derdim. Tak, bo'lmasa mana bu narsang juda ham ajoyib ekan, xuddi biza o'rgimchak odam kabi tepaga chirmashishimiz mumkin. Aynan shuning uchun oldimda Vince aytgancha banditlarni joyini ko'rib qoldim yaqinda. Yo'q. U yerga bostirib boramizmi? Yo'q, bilmadim, lekin hozir bizda unchalik ham muhim maqsad yo'q, shuning uchun ularning yoniga bostirib borishimiz shart emas. Stop. Kimdir ratsiyada gapiryapti, Jennerson. Janoblar. Yo'q, ratsiya gapiryapti. Salom, kim bu? Iltimos, menga yordam beringlar. Men katta qo'rg'ondaman. O'sha yerga boringlar, iltimos. Okey, yoningizga boramiz. Hozir boramiz. Jennerson, tirik qolganlarni topdim. Fenok. O'tir, men ham eshitdim. Hozir borishimiz kerak u yoqqa. Ha. Bo'lmasa uni o'zimiz ham bazaga olib kelamiz. Qani olga. Qisqasi, banditlarning qo'liga tushib qolgan meni o'g'lim. Buni qutqarishingizni iltimos qilaman. Men boyman, lekin hozir pul umuman muhim emas. To'g'ri aytasiz, janob villager. Короче, biz albatta Venusga kelamiz, uni qutqaramiz. Xavotir olmasanglar bo'ladi. Da, xavotir olmang. Rahmat kattakon sizlarga. Sizlardan butunimizga qarson olaman agar qutqarsanglar. Hozirdan xursand bo'lmasang-chi, chol, Jennerson. Qani Vince, ishgalga tayyor tur. Lekin men buni ajoyib qilib qo'yibsan, Jennerson. Axir qo'li-qo'l ustaman-ku. Nima deyapsan, Jennerson? Tak. Bo'lmasa biz hozir banditlarning yoniga borib kelishimiz kerak. Okey, mana bu zombilardan ham qutulib olishimiz kerak. Bu yerda ancha-muncha ko'p zombi bor ekan, senga aytsam. Ularni kecha ko'rgandim. Ular juda ham tez to'planishyapti, Jennerson. Menimcha u qog'ozlariga kelishgan. Ha, to'g'ri aytasan. Tak, bularni ham o'ldirib tashlashimiz kerak, chunki juda ham ko'payib ketsa, ular ancha yomonroq bo'ladi, do'stlar. Shuning uchun ularni bitta o'ldirib tashlashimiz shart, do'stlar. Mana bunaqa jitellar ham bor zombilarning orasida. Ha, do'stlar. Yo'qsanmi Fenok? Xavotir olma, hozir boraman. 2 minut kuttir. Okey. Tak, mana bu qo'limdagi narsani balki sinab ko'rarmiz, tepaga chiqib banditlarni sekinlik bilan ovlash uchun, Ha. Jennerson nima o'qlamayapti? O'q qolish esimdan chiqib qopti. Yo'q. Ha, Jennerson. Tak, Fenok, qayoqda qolding? Men tirmashib chiqaman hozir. Tak. Yo'q, buncha ko'p bo'lar, Jennerson. Tak. Yordam beraman. Xavotir olma, ketaver. Okey. Tak. Yo'q, nima qilyapti bu Jennerson? Haqiqatan ham bu narsa yordam berarmikin? Yo'q, otib tashlashyapti-yu Jennerson. O'zidan ham yaxshi otadimi deyman, hujumni bittada bilishda nima qilyapti meni? Yo'q. O'qila. Jennerson, zombi jitel. Tak, bo'lmasa bolalar hozir tepaga chiqmasak bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda narvondan chiqishimiz kerak. Ishqilib narvondan ham hozir otib tushib tashlashmasa bo'ldi edi. Jennerson, ha, otib tashlashyapti. Yo'q. Biz bir yo'lni topamiz, do'stlar. Avtomat bilan otib tashlaymiz, javob bo'lmasa. Yo'q. Jennerson buni poylab turibdi-ku. Yaxshi ham pranjletim bor ichimda. Yo'q, tak. Bo'lmasa otib tashlaymiz, do'stlar. Bo'lmasa boshqa ilojimiz yo'q. Tak, sekin kemda. Yo'q, o'zidan ham yaxshigina urar ekan bular. Jennerson, Fenok mancha tepaga chiqishga ulgurdi. Jennerson, aloqa, ratsiya, Fenok. Vince, nima deysan?
Tepaga chiqdingmi? Ha, hozir. Bir amallayman. To'xtab tur. Yo'ma-yo, Junurson hali tepaga chiqmoqda bo'pti. Orqa yo'ldan chiqishga harakat qilib ko'ramiz do'stlar. Sizlar albatta videoga like bosib qo'yinglar, chunki keyingi video roligimiz albatta tezroq chiqadi. Tak, bo'lmasa do'stlar, opa yaxshi, juda ham ajoyib do'stlar. Mana shu tomondan chiqib oldik. Endi tak ish qilib, bu yerda banditlar kutib olmasa bo'ldi. Ay, yo'ma-yo, uje urushyapti-yu Junurson tak. Yaxshi. Stop. Yo'ma-yo. Junurson banditlar qani? Yo'ma-yo, hammasini o'ldirib tashlabdi. Mana bu nima o'zi вообще-то parkur yo'qshaydimi? O, jitilli bolasi qaraysan. Tak, bu yerda nima balo rostdan ham banditlar yo'qmi deyman-a? Fenok nima qilding? Hammasini onasini uch ko'rgandan ko'rsatib yubordim, короче. Mana bu ketgan ol va jitilchani qutqar. Okey, jitilchani albatta qutqaramiz. Shuning uchun keldik axir. Salom jitil, yaxshimisan? Meni qutqarishga kelishingizni bilardim. Siz dadamning ishchilarsiz, shundaymi? Yo'q, biz dadangga shunchaki yordam beryapmiz. Qisqasi marketdan yur, faqat orqada qolib ketma, tezroq yurib ketsang undan ham yaxshi. Okey. Fenok ish qilib, bular bizga qarshi chiqmasmikan, ha? Tez shu qol. Yo'q, unaqa deb o'ylamayman, Vince. Axir ular yaxshi insonlar-ku, axir jitillar. Hozir mana bu yerga bomba qo'yay. Okey, tak. O'zi nega bomba qo'yish kerak bu yoqqa, Junurson? Qisqasi, shunchaki hozir meni banditlar o'g'irlab ketsa, chunki men boyni bolasiligim uchun ular katta pul so'rashgan. Hozir pul kerak ekanmi kimdirga? Bilmadim to'g'risi. Tak, hozir zombilar chiqsa, Truantda navesli joy bor, o'sha yoqqa bekinib olgin. Hopmi Tomli uyga. Hop. Okey, yo'ma-yo, qani yugur. Junurson, tak, bularni o'tib tashlashimiz kerak. Yo'ma-yo, tak, yaxshi. Oy, yo'ma-yo, bu kim qo'zidi bu yo'qni, Junurson? Hey, Vince, tezroq chiqa qo'ysin-chi. Axir buni zombilar uchun qaziganman, sen uchun emas. Yo'ma-yo, Fenok balo bor edi buni qasib. To'g'ri aytasan-ku, lekin yaxshi ish bo'ldi. Men keldim. Ha, mana shu yoqqa ichkarida dadam bor. Meni o'g'lim. Ay, dada. Va nihoyat sizlar ko'rishdinglar. Hammaga xayr do'stlar. Keyingi video albatta chiqadi.